Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Mana Avstriyada 45 soatlik stoyankadan keyin mana yo'lga chiqamiz. Slovakiyaning chegarasiga 40 kilometr qoldi. Apparat olamiz, pulni yo'lda to'laydigan, keyin dalsha birinchi tushirishga ketamiz. Ketdik, bismillah deb. Tak mana Mayko degan joyga kelamiz, granitsada. Shunaqa ofis bor. Вот этот приборni olamiz. Ya'ni platni yo'lga to'laydigan. Buning uchun VNJni tayyorlaysiz, mashinada tex pasportini, keyin kartangizdan 50 euro chiqadi zalog mana bu uchun. Yo'lda pulini esa o'sha IS24 degan bizda Eurotraffic degan karta bor. O'shandan chiqdi, men 600 kilometr ko'rsatdim. 200 euro bo'ldi. Itoga 250 euro kirib chiqishga. Ketdik endi. Mana uladik, yonyapti, yashiling puling bor deyapti. Короче, har doimgidek meni qiladigan ishim shu. Trak tegashli nomeri bilan pritsep nomeri, necha kilometrga и nechta os, 5 ta os deb yozasiz. Hech qanday savol javob qilmaydi-da, sifrlarni aytib o'tmaysiz, yozib borib shuni qo'liga berasiz. Tex pasport, VNJni, kartani berasiz, o'zlari to'lab, o'zlari qo'lingizga beradi. Slovakiyaga xush kelibsiz. Ketdik, даже Bratislavada tushiramiz birinchi tochkamiz. Mana Euro paperga keldik. Euro qog'ozlanigani bumaga. Slovakiyada endi ruschaga yaqin tillari. Доброе рано dedim, доброе утро degani. Dokumentni berdim. Qo'lidan 2 ga 2 dedi. Ikkinchi rampa. Okey, chiqib mana ikkinchi rampaga qo'ydik. Tushiryapti, kutyapmiz. Remenlarni yechdim, 14 palet bo'lardiki. Kutyapmiz endi tushirishini. Mana tushirib chiqdik. Ikkinchi tochkaga ketyapmiz. Bratislavada tushirdik, endi ketdik keyingi tochkaga. Mana bu yerda ham mostni ko'rsatyapti, 3.7 balandlik deyapti. Tuzgan yana marshrutinga ham seni. Ha bu 3.7 ko'rsatyapti, po faktu 4.1 yozilgan. Поверните налево. Ketdik mana. Запрещен ko'rsatgan sijikda. Ay, turibdi запрещен. Keldik TBB. Поверните направо. Затем вы прибудете к месту назначения. Keldik. Kirish qayerga? O'tkazib olishimiz kerak edi, peshxod kelyapti. Kirib to'xtaymiz. Короче, bu yerdan emas ekan. Boshqa bir adresga hozir jo'natdi. Chiqdik, hozir kirgan joyimizdan chiqyapmiz. Navigator aldamagan ekan, mana 3.7 ekan bu tarafi. Bu taraf 4.1 bo'lgan bilan. Endi orqa bilan chiqib mana qarab ketamiz, shaharga bir joyda aylanib kelamiz. Yana bitta mos oldimizdan chiqib qoldi. 3.5 bu. 3.5 Slovakiya yerku. Mana yetib keldik. Mana shugina joydan mordan tiqib mana ikkinchi rampaga. Endi u ertaga ertalab ekan. Bugun soat 1 gacha ishlarkan bo'ldi.
ko'ramiz hozir. Mana kecha tushirmadi, bugun ertalab 6da kelib tushiryapmiz. Mana olib qo'ydim rampaga. Mana shunaqa одиночкалар uchun-da bu joy mana bu yoqqa. Короче, Guruz ortiga qarab ketyapmiz. Mana bular qarang. Qishloq aralayapmiz. Sababi mana bu yerdan endi o'tishni qarang. O'zim sig'mayman, встречка qayerda tursin. Sababi mana bunga men 600 kilometrga to'ladim, 250 kilometr kirish, chiqish, 100 kilometr lishnisi bilan. Bular endi yana Gruz olishga harakat qildim. Yana Slovakiyada buni puli yetmaydi. Mana bu yerdan ketgan pul, katta trassa ketgan. Yo'q. Mana shunday qishloq aralab, hozirgi bular yaxshi, boya bir qishloqdan o'tib вообще dabdalaydi podyomga shlifovat qilib chiqa olmay. Mana shunga pul to'lamaslik uchun mana bu ketayotgan yo'lda atrofidagi qishloqlar aralab ketyapmiz. Gruz o'rtadigan tomonga. Chunki o'sha yo'l bilan ketsak, mana unga qilgan 600 kilometr yetmaydi. Shtraf bo'ladimi, nima bo'ladi? Короче, o'shaning uchun bular aytdi, yo'q, 500 kilometr kirish chiqishing 600 ga pul to'lagin, Gruz olmaymiz. Shunday chiqib qaytamiz dedi. Endi Gruz olishga anaqa qildi, lekin pulimiz yetmaydi. Mana shunday qilib endi o'rmon qishloq aralayapmiz. Strechga kelyapti, qo'yib boramiz. Mana most qarang, bitta bir kishi sig'adi. Mana Slovakiyadagi ortishga keldik. Avstriyaga ko'z ortamiz. Bu yerga kelib nakladka deysiz. Nakladka degani ortish degani ekan. Keyin otvorение левой стороны. Открываем левую сторону. Ana shunday, chap tomonda ochamiz. Xo'p, ochdik, kutyapmiz endi. Mana o'rta oldik, bog'layapmiz hozir. Qaytishga boshqa bir yo'ldan ketyapman, sal yengilroq ekan. Katta trassa o'tib ketgan. Bundan yurmayapmiz, mana bundan. Yengil. Mana bunday tog' aralab yuraverasiz-ku. Tepaga chiqarganmiz. Shunday yazık serpantinlar. Og'irlab yurasiz-ku. Kelgan yo'limizdan sal yaxshiroq. Tepaga chiqib tog'ning yon bag'irlarida yuribmiz. O'sha qishloq aralab yurishimiz olyam Slovakiyada. Hozir ko'rsataman, men trassadan hozir ustidan o'tib ketyapman. Mana foralar yuribdi-ku. Mana shu trassaga chiqmayapmiz-da biz. Mana bunaqa qishloq aralab ketyapmiz trassani yonidan. Katta trassa bor bu tomonda. Mana shunday yurishimiz kerak-da, pullarni ko'chada bu. Mana buni ekonom qilamiz deb, mana shunday yurimiz qishloq aralab. Ketdik. Mana bunisi nima ekan? Bashня, suv. Shigasi. Palasaga sig'mayapmiz, bashня tomosha qilamiz. Ketdik keyin qishloqqa. Вообще dabdala. Buni qaranglar, mana shunda aylanib shaharning ichi bilan
biz shaharda aylanib yana iziga qaytib mana yerda yana razvorot qilib mana shu yerga zapravka qilishimiz kerak. Boshqa joyda zapravka qurib ketgandek. Buni rasmga tushib tashlab yuboraylik. Dispetcherga qayerlarga olib tashlaning deb. Mana keldik o'sha Zolotaya zapravkasiga. Объем litrov, Selcom, sana. Короче, 300 litr olar ekanmiz. Qolganini Italiyadan olar ekanmiz. Yarim kunimni shunga o'tkazib shahar ichida. Bu 10 litr AdBlue olishimiz kerak. Chap tomonda yo'q ekan. Hozir razvorot qilib streshni kiramiz zapravkaga. 10 litr AdBlue'ga mana shu hozir. Mana o'sha Avstriyaga ham kirib keldik. Avstriyadan ichida yana o'sha qishloq aralaymiz. Endi sig'maymiz. Qalamiz. Ketdik, davay, hayda. Через 200 метров на втором повороте поверните направо. Bir kishi sig'amiz. Ketdik. Ketdik. 170 kilometr shunaqada. Mana bu yerda. Поверните направо. Встречка yo'q. Boya bir juda ham qisqa joy bordi, avtobus kelayotgan ekan, to'xtab kutib turdim, burilib olsin deb zo'rg'a sig'dik ekan. Avtobus tushib ketmasin deb xudoylab turdim. Orqamiz to'lib ketgan probkalar. Biron joyga to'xtam bir nima qila olmaymiz. Qo'yib yubora olmaymiz ham. Yurimiz mana shunaqa qilib. Avstriyani ichida. Tak, yetib keldik. Dokumentni olib bordik. Kiraver deyapti. Mana tushirib oldik. Endi mana shu tog'lardan hammasidan o'tib hozir eng cho'qqisiga chiqmadik. Hozir yarmidamiz, yana chiqamiz. Italiyaga menimcha les ortib ketamiz taxta. Yomon sovuq. -17 bo'lib turibdi quyosh chiqqan bilan. Tepaga qarab ketyapmiz. Tushyapmiz endi, pasimiz juda ham pastda. O'rmonchilar remont bo'layotgan ekan. 20 километров. Gap yo'q. Sherda ham birov yashar ekan mana. Fontan qilib qo'yibdi buloqni suvidan. Xo'sh bo'lsin. Yana ham bitta uy bor ekan. Mana Nizomersa akamiz muzlab qoldi oyna tozalaydigan. -17-18 bo'lib turganiga. Quyosh chiqqani bilan. Yana birovda uy bor. Gap yo'q. Shunday o'rmonda ichida 2 kishi yashar ekan. Mana shuncha kengish tog'da shu ko'chaga tiqilib uy quradi bular. Mana qarang. Tog'ni o'rtasida bir o'zim zo'rg'a sig'aman. Tepaga chiqdik bo'lmasa, eng tepalarga.
Mashina yo'qmi? Oh. Ketdik. Tak, mana bu yerda встречаga chiqishimiz kerak. Hozir yo'q. Через 1 километр поверните направо и продолжайте езду по трассе П-71. Mana yana uylari. Dahshat dacha. Tog'ni bo'yida. Молодец. Mana o'rtayapmiz. Ortib bo'ldik. Rem bilan bog'lab chiqamiz. Mana ortib olib chiqdik. Soy bo'yida, tog'da tagidamiz hozir. Hozir mana chiqdik posyolkadan. Les bilan shug'ullanadigan posyolka ekan. O'tinglar. Muzlab yotibdi, mana yerdan o'ynalar yuvdim. Shu suvlar muzlab qoldi. Suv mazanov bilan, Nezamir-Zayka bilan yuvdim. Faqat les mana yerga pichalam o'qib tashlagan kunlar mol boqar ekan. Ketdik nasib. Bismillah. Mana shunday qilib 326 kilometr yuramiz mana shu yo'llardan. Keyin trassaga chiqamiz. Yigirma 5 tonnani emaklayapmiz. Tepaga qarab chiqamiz asosda. Ana uylar. Birinchi tog' cho'qqisiga chiqdik. Hozir mana tog'lar turibdi oldimizda. Mana yerda bitta uy bor ekan, ikkita uy bor ekan. Bitta. Endi bu tog'dan tushamizda bundan tushib narigi toqqa chiqamiz. Lesovozlar ham mana qiziq qilyapti. Endi bundan tushamiz. Pastga qarab tushamiz, pastga. Keyin nariga toqqa chiqamiz. Hech qilib mana shundayda 300 kilometr. Крутые правый. Крутые правый, tushundim. %10 ekan tushish. Guruz bilan mana shunday narsalar ichida yurishim yomon qirra tushishiga Kurtoy.
tormozni boriga qo'yib qo'yibman, hech ushlamaydi. Tormoz bilan tushib kelishimiz kerak. Tormoz bilan yordam qilib kelish kerak-da. Tushiraylik. Pastga tushishimiz kerak. Mana shunday qilib. Garajni qarang. Крутые правый. Встречный bo'lmasin endi. Pastga qarab ko'rinyaptimi yo'qmi? Gornitormizda orqamiz toyib ketyapti tegach. Qirra ekanda shu asfalt nam, muzomasi nam. Shunda ham gornitorni ushlayman deyapti, aylanib ketyapti, toyib tormoz. Mana shu qirib tushishimiz kerak deylik, bilasizmi? Yana pastga tushishimiz kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta zigzag bor ekan mana shunaqa. Bizimizda lesovoz kelyapti. Lesovozlarni ragasi borda ikki tomonda. Ana ushlaydigan gruzda. Bizlarda ish bo'la yo'qda unaqa narsalar. Bizlarda 4 ta remen ushlab turibdi. Uni temir ragasi bor. Konniki deydi, konnik. Крутые правый. Ertalab 7da Italiyada bo'lishimiz kerak. 600 kilometr bor oldimizda. Hayronman bularning dostavkasiga. Bunaqa yo'lda. Крутые левый. Tushiramiz. Charchab ketasiz bu videoni ko'rsangiz. Yana shu qasr qarang.
Sizga bir ta'sir qandaydir? Avariya o'tolmaymiz. Avariya o'tolmaymiz. Hozir bo'ldi. Всё. Приехали. Hamma mana shu qasrga qaraganimiz kerak. Avariya. Kutib o'tiribmiz, o'tolmay, lehkovashkalar zo'rdan o'tyapti. Hali yana ko'tarilish kerak, tushish kerak, ko'tarilish kerak, tushish kerak. Qoyil darrov keldi politsiya mana. Birdan sirenani yoqdi. To'xta hamma deb. Bitta trassada bu mana. Mana keldi politsiya. Pojarniy ham keldi. Gap yo'q. Politsiyachilar chopayapti bu yerdan bu yoq. Shoshilib. Pojarnini o'tkazib yuborish kerak. O'tolmaydi lekin bu. Mana qiz politsiyasiga olib ketyapti pojarning oldiga. Hammasi keldi. Bitta mana shu yerda bir bobochani, boboning mazasi yo'q ekan. O'sha avariyada bir joy urib olganmi? O'shanga hammasi yetib keldi. Gap yo'q. Biz hech qayerga qocha olmaymiz. Tiqilib turibmiz shu yerga. Qoyil. 3 minut o'tdi. Bilaman bulardan. Bu bo'lmasa bo'lmaydigan posyolka tog'larda orasi. 3 minut o'tdi. Pojarni. Скорая помощь. Gaylarga 2 minutda yetib keldi. Gap yo'q. Ikkita pojarni mashina mana shuncha. Bu yerda 5 ta 10 ta odam. Pojarning o'zi. Polностью yo'lni tozalab, shipirib, keyin qo'yib yuborar ekan bizda. Mana Avstriyadan chiqdik, Italiyaga xush kelibsiz. Italiyaga kirib keldik. Hozir stranani o'zgartirdik. Ketyapmiz, biz zapravka qilamizda, keyin tushiradigan joyga qarab haydaymiz. Mana kecha tushirib, yana o'sha bo'maga o'rtadigan joyga keldik. Hozir ortib bo'ldi. Haydadim, nagruska qarasam 11.8, 11.7 ведущий. Shu ana nomerlar bilan qilib ko'radigan. Shunga hozir borib tushuntirdim, передурuz deb. Endi hozir yana qaytib rampaga kelyapman. Rampada turibdi mashina. Ana pogruzchikka bir bog'lab tushuntiramiz, orqaga siljitish kerak. Paletlarni yoki nimadir qilamiz hozir. Mana tushirib qayta yuklayapti. Mana yerda ikkita otsechka bergan, keyin ikkitalikdan qo'ygan. Yani ikkita otsechka berib, keyin ikkitadan qo'yib ketyapti. Mana uni ochib, yonini ochib mana turibmiz. Kontrol qilib turibmiz mana shunday. Mana ortib oldik, har bir paletga bittadan emen urdik. Hozir orqani ham ko'rsataman. Orqada mana ikkita rulon ham bor. Mana bu ikkita alyuminium taraf qo'ydik. X qilib bog'ladik, X qilib bog'lab qolgani bittadan. Mana ortib olib chiqdik. Pastda qoldik, o'sha qishloq. Tepaga qarab chiqib ketyapmiz. 25 tonna yana aralaymiz mana shunday qilib tog'larni. Qirg'oq ko'rinmay shaq qarab ketaveramiz. Kalamizga duch kelib qoldik-ku. Ketdik. Boyam eng tiqilinch joyda hech qachon fora duch kelmaydigan joyga duch keldik-da yana. Ikkita fora. Bir-birimizga o'tdimiz. Короче, Venetsiyani aylanib o'ng tomonidan kirib kelyapmiz. Venetsiyaga yerda. Biz o'ngga ketamiz. Piemontana. Mana bu polosani shu sayz to'g'ri Venetsiyaga kirib boramiz hozir. Kirib keldik уже. Venetsiyani объездной bilan bu yoqqa qarab Через ketamiz. 900 метров используйте выезд направо. Hop. Mana Mont Blanc degan tunnelga yaqinlashyapmiz. Kirib bir tiket oldik. Mana tiket beradigan joydan
endi o'sha tunneldan o'tamiz. Bu Italiya bilan Fransiyani chegarasida. По дороге 3 километра. Короче, mana kirib oldik tunnelga. Bosyapmiz. Endi zerikish bo'ladi bu yoqqa. Ancha kilometr yuramiz shekilli. 70 degan, maksimum minimum 50 kilometr degan. Va tiketni beramiz, tiketda nomeri bor, o'sha bilan pulni to'lab chiqib ketamiz. Qo'yil tunnelda ham подъем спуск qilib kavlaganda. Raz kavlab ketyapsam, to'g'ri kavla. Ketdik, mana hozir spuskga qarab ketyapmiz tunnelda. Mana chiqib oldik tunneldan, endi bir 20 kilometrlar mana shunday pastga qarab inamiz. Pavorot bilan serpantinlardan. Keyin hozir stranani almashtirdik Fransiyaga. Fransiyaga o'sha tunneldan chiqdik, o'sha biz Fransiyadamiz. Mana shunday qilib ketdik, tushamiz. Fransiyaga xush kelibsiz. Demak, biz hali ham tushyapmiz. Mana shuni yozikda. Menimcha bu oxirgisi yo'q. Shundan tushib olsak bo'ldi. Fransiyaga xush kelibsiz. Qor yotibdi, tog'da. Fransiyaning ham tog'lari qolishmaydi. Anonikidan, Italiyanikidan. Chegaradoshku. Ketdik. Mana akalar, Fransiyaga keldik. 45 talik she'rda qilyapmiz parkovkada. Hammaga sog'lik, omonlik, tinch, xotirjamlik, Allohga omonatsizlar. Videomiz yoqdi degan umiddamiz. Ko'rishguncha xayr.